Shu maslahatlarni amalga oshirsangiz, bepushtlikni oldini olgan bo'lasiz. Mening ismim Qurban Husan Askarovich, 12 yildan beri urologiya, andrologiya yo'nalishida ishlab kelaman. Ko'p oilalarni, bepusht oilalarni farzandli qilishga nasib qilgan. Yangi kuyov bola uylanishidan avval albatta urolog maslahatidan, ya'ni urologning ko'rigidan o'tishi shart. Sababi o'zi bilmagan holda moyaklari rivojlanmay qolgan bo'lishi mumkin, varikotseli, ya'ni qon tomirlar kasalligi bo'lishi mumkin. Gormonal disbalans, ya'ni prolaktin, testosteron gormonlari o'ynab har xil holatlarga to'g'ri kelgan bo'lishi mumkin. Shu muammolar kabi sizda yoki yaqinlaringizda bo'lsa, Corona Medline klinikasiga murojaat qiling. Albatta sizga Yevropa standartlarida yordam beramiz. Omilxon aka xirurgmi? Bizni klinikamizda ishlaydi, Corona Medline'da. Bemalol kelsangiz bo'ladi. İşte, hop. Yashamaylik ekanda. Assalomu alaykum. Men mana shu maskanda bugun 8-kun chiroyli lecheniya oldim. Nihoyatda vrachlardan, medsestralardan, tex xodimlardan nihoyatda minnatdorman. Men ko'p joylarda davolanganman, lekin bu maskan menga hammasidan ham yoqib tushdi. Ilohim umrlarimiz uzoq bo'lsin. Yana shu lecheniyaga talab bo'lsa, albatta shu yer tanlagan bo'lardim. Men Rustamxon davoladi, endokrinologiya bo'limida 9-palatada yotdim. Va o'zim bilan opamlarni ham olib keldim. Yoqqandan keyin ularni chaqirdim. Qulay tomoni bu yerda sizga qaysi mutaxassis kerak bo'lsa, zarur bo'lsa hammasi muhayyo ekan. Neyropatolog bor ekan, kardiolog bor ekan, lor juda chiroyli xizmat qilar ekan. Analizlarimiz juda chiroyli chiqdi. Shulardan minnatdor bo'lib men gapiryapmanki, Allohim mana shu shifokorlar hammasini o'zi asrasin, sog' salomat qilsin, umrlarini uzoq qilsin. Shu yer tashkillashtirganlar, xizmat qilayotganlarni hamisha niyatlariga Allohim o'zi yetkazdirsin. Taomlari ham yaxshi. Bu yerda juda chiroyli qilib kelgan odam shifo topib ketishiga aminman. Men ham o'zim nihoyatda o'zim yaxshi his qilyapman. Doktorlardan minnatdorman. Bu dorilar sizga kerak emas. Eng foydalisi ozon terapiya. Ba'zilar har xil dorilar, ignalar, analizlardan charchagan bo'lishi mumkin. Kimdadir bosh og'rig'i, kimdadir uyqusizlik, kimdadir yurak tez uradi, kimdadir esa umuman energiya yo'q. Xullas, 200 xil kasallikni sanab o'tirish mumkin, ammo bilasizmi, shu hammasidan ko'ra ozonoterapiya zo'r. Ozon bu tabiatning o'zi yaratgan tabiiy shifo manbai. U organizmni tozalaydi, qonni kislorod bilan to'ldiradi, immunitetni kuchaytiradi va yillar davomida yig'ilgan zaharli moddalarni chiqarib tashlaydi. Natijachi, tanani yengillashtiradi, teringiz tiniqlashadi, uyqu tiklanadi, bosh og'riqlari yo'qoladi, kayfiyat ko'tariladi. Eng ajablanarlisi, bularning bari dori vositalarsiz. Shuning uchun biz bemorlarga har doim aytamiz: 200 xil kasallikka davo izlab yurmang. Eng keraklisi ozonoterapiya oling. Corona Medline klinikasi sizga tabiiy va ishonchli muolajalarni tavsiya etadi. Xususiy klinikalarning hammasida ham tez yordam xizmati mavjud emas, lekin bizning Corona Medline klinikasida ushbu imkoniyat bor. Tez yordam mashinamiz og'ir ahvoldagi bemorlarni xavfsiz va tezkor tarzda manzilga yetkazish uchun mo'ljallangan. Mashina ichida sun'iy nafas oldirish apparati, kislorod tizimi, yurak monitori, EKG, ko'chma UZI, defibrilyator va zarur dori vositalari to'liq mavjud. Bemor bilan birga tajribali shifokor va hamshira jamoasi doim yonida bo'ladi. Har daqiqada nazorat, har soniyada yordam. Og'ir yotgan bemoringiz bo'lsa,
uni boshqa klinikaga ko'chirish, murakkab tekshiruvlarga yoki Toshkent va boshqa viloyatlarga yuborish kerak bo'lsa, Corona Medline klinikasining tez yordam xizmatini tanlang. Ko'cha-ko'yda bizning tez yordam mashinamizni ko'rsangiz, bilingki, biz hayot uchun kurashyapmiz. Nimaga xafa bo'lasiz? Shunday sharoitlar qilib bergan bo'lsak, lyuks xonalardan joy qilib bergan bo'lsak, 3 mahal issiq ovqatlar berayotgan bo'lsak, hamma vrachlar sizdan xabar olayotgan bo'lsa, hamshiralar, hamma mutaxassislar bo'lsa, fizioterapiya, ozonoterapiya, massajlar olayotgan bo'lsangiz, voy nimaga xafa bo'lasiz? Qaysi duolaringizda mana shunday klinikalarda dam olishni, davolanishni so'ragansiz? Xafa bo'lmang. Har juma kuni bepul lor ko'ruvi. Bizning Corona Medline klinikasi 24/7 ish rejimida lor bo'limi faoliyat yuritadi. Bundan tashqari, har juma kuni lor konsultatsiyasi Corona Medline klinikasida bepul o'tkaziladi. Eng muhimi esa qulay sharoit, sifatli xizmat, aniq tashxis va malakali mutaxassislar ko'ruvi. Quloq, tomoq, burunda shikoyati bor yaqinlaringiz bo'lsa, ushbu videoni yuborib qo'ying va sahifamizga obuna bo'ling. Eng muhimi, har juma kunlik lor aksiyasida ishtirok eting. Hurmatli tadbirkorlar, korxona va tashkilot rahbarlari, biz sizga ajoyib taklif beramiz. Sog'liqni saqlash vazirligining 200-sonli buyrug'iga binoan Corona Medline klinikasi korxona va tashkilotlarda ishchi xodimlarni kasb kasalliklarini oldini olish bo'yicha tibbiy ko'rik jarayonlarini tashkil qilishgan. Ya'ni, tibbiy ko'rik jarayonlari 15 dan ortiq mutaxassislar bilan birgalikda xodimlarning ish vaqtidan ajralmagan holatda korxonaning o'zida tashkil etiladi. Tibbiy ko'rik so'ngida har bitta xodimga klinikamizning mutaxassislari tomonidan statsionar davolanish, ambulator davolanish va operativ davolanish bo'yicha yo'llanmalar beriladi. Corona Medline klinikasini ko'chma tibbiy ko'rik xizmatlaridan foydalaning. Biz sizga xodimlar sog'ligi va ish unumdorligini kafolatlaymiz.